bu? Shaharga uzatgan qizimmi bolasi? Ya barakallah. Nima xizmat bu? Shuni non ushlasiga u narsa olmoqchi edim haligi. Yaxshi-da. Yarim kilo novvot. Ha. Xo'p. Ana undan keyin haligi Novvoy xoladan ikkita issiq non olaman. Ha, mana bumi? Shumi? Ha. Ana shundan bersiz. Boshqachasidan bersam bo'lmaydimi? Qizim shunaqasidan olib bering deb yozib yuboribdi. Endi bu boshqalari ham bor. To'ymurod, shaharliklar shunaqasini yetganda. To'ymurod, hozir. Nima deyapti? Ana u shedriy suvsiz har yoqdan so'rayapti. Bormi? Ha, bor. Qimmatda. Ber. Hadicha bo'lib puli yo'q. Pensiyasini kutyapti. Uning ustiga qarz bor. Ashiga u ana arzonroqdan beray deyapman-da. To'ymurod, biz qishloq odamlarimiz. Bizga bunaqa gaplar yarashmaydi. Hadicha buvini puli bo'lmagan bilan duosi bormi? Bervar. Hop. Uzr bujon, yarim kilo novvot, keyin shedre so'nseda. Hozir. Amaki, bu jonimni necha pul qarzlari bor? Bular qancha? Voy, yetadimi? Ko'p bolam. Bu jonim keyin safar kesilishi pul olmaysiz, xo'pmi? O'g'il bolachi buvsini, oysini, singlisini rasxodga qo'ymaydi. Voy bolasi tushmaguri. Bu gaplaring senga kim aytgan? Adam. Endi shaharlikda